Tug'ma rivojlanish nuqsonlari deb berganimda ba'zida ayollarim eshigimdan yig'illab ketishadi. Yana 9 kelsa meni qabulimga kelishadi. Bizda ham 6-7 ta nuqsonlarni bitta sanab berganmizda. Necha marta UZIda tushgansiz o'sha payt? 5-6 marta UZIda tushgansiz. Menga 6 oyligida kelganlar hamma joyda nuqsonlarni bitta ko'rib sanab berganmiz. Doktorlar ko'rib bergan tashxisimizni hammasi to'g'riligini tasdiqladimi? Tasdiqladi. Tiflashlash, hamma shuni to'g'ri chiqadi. Endi ayolimiz qabulimizga kelyaptilar. Sog'lom bola tug'ishga harakatidalar. Er-xotin qarindosh, qaynota tomonda ham bor. Yaqin yillik mana shu holatlarga ko'proq sabab bo'ladi. O'sha uchun homilador bo'lishdan oldin qarindosh urug'lar o'rtasida o'zaro qonni tekshirish, ulardan tug'iladigan bolalar qanaqa bo'lishini genetik bilan maslahatlashish, ginekologik ko'rik va analizlar tekshiruvlardan oldinroq o'tishni tavsiya etamiz.